Okay guys, hem sağlaştı tekst kileyle. Hem de bugünkü tekstimizde biz aldığınki 61. derste hem de cemi ağırıp kalgan, şunu onlar doktor çağırıp böylekiler. Qanday insanlar kişini ko'rsatgandan bir necha kun doktor yo'q. Uyda yatsin deb doktor aytganda, shunami? Endi bugun jami qandaq bo'lib qolgando. Endi menda yana bir savol bor. Who else in bed today and why? So who else in bed today and why? Anda yana kim amsa karvat yetib qoldi? Jami yetib qolgan, endi bugun kim yetib qolganda? Neymiş yetib qolganda? Andaqda tekstimizga diqqat qilaylik. Blah 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 Jimmy today. Better, thank you doctor. Endi misharga better deganimiz nima? Sanlar yaxshiroq. Demakchi, ahvoli texnik qanday bo'lib qoldi desanlar burunqidan yaxshi bo'lib qoldi, yaxshiroq. Misharing qandaq deb so'rgan nima? Sanlar how. How is Jimmy today? Okay, how's Jimmy today? Okay, Jimmy qandaroq. Desa better. Thank you doctor. Yaxshiroq. Demek ma better deganimiz ma good, well ninki nima selishtirim narsa. Masalan good, well degan yaxshi bo'lgan bo'lsa, better deganimiz nima yaxshiroq. Demak hamda ahvoli burunqidan yaxshilanib qoldi, shunami? How's Jimmy today? Okay, how's Jimmy today? And how are you? Good. I'm fine. Thanks, shunami? Boshqalarniki ahvol so'g'an gibi. Hisobda. So, can I see him please, Mrs. Williams? Can I see him please, Mrs. Williams? And the miyarike see ko'rib bakmak. Now, can I see him please, Mrs. Williams? Men onu ko'rib baksam bo'lamdi. Demak hamda bemorning ahvolini bir ko'rib baksam bo'lamdi. Shunami? Hamda see a doctor. See a doctor deb bir so'z bor. Doktorga ko'rinmak. Shunami? Can you see him? Hamda ma can miyadan lalmakdan sirт yana bir ma'nosi miyarike bo'lamdi degan so'z. Can I see him please? Desa Okay. Certainly, doctor. Okay, albatta doktor. Certainly. And certainly and of course qaraganda bir qadar hamda jing'shiroq ishlatildi, shunami? Buni masalan munosabati masalan doktor bilan ma'lumotga bir-birini o'rmatlab nima qildi, shunami? Shu ma'noga certainly deb ishlatgan. Certainly, doctor. Voy albatta bu doktor. Come upstairs. Ustga chiqaylik. Come upstairs. Come upstairs. Okay, next one. You very well, Jimmy. Okay, you look very well, Jimmy. Siz qaramoqqa intayin yaxshi ko'rinsiz. Demak, ma well degan salomatligini yaxshi. Now very nice yaxshi. You look very well, Jimmy. Siz qaramoqqa nice yaxshi ko'rinsiz. Endi bu shu qaramoqqa bilan, masalan, shu o'zi his qilgandan nima farq bor? Shunami? Masalan, look degan qaramoqqa bo'lsa, feel. Okay. I feel good. Yeah, I feel better. I feel better. Desak ma'noga men yaxshi bo'lib qoldim degandek. You are better now. Siz hozir hali yaxshi bo'lib qolibsiz. Yaxshiroq bo'lib qolibsiz, nima? But you mustn't get up yet. Biroq siz qanday qilsangiz bo'lmaydi? Textcha o'rningizni to'sangiz bo'lmaydi. Ana ma yet degan savol jumla bilan inkor jumla kelib, textcha deb ma'nosi bor. Shunday you mustn't degandan bir narsani cheklash yoki mani qilish yoki mandaq qilish qilmas lozim degan ma'nosi. Endi you mustn't get up, siz o'rningizdan textcha to'sangiz bo'lmaydi degan gap bo'lsa, nima? You mustn't get up. Endi you mustn't go there. Siz u yerga bormasligingiz kerak. Shundaymi? Okay, you mustn't go there. Demek endi mana, mesela you mustn't play computer game. Siz qanday kompyuter o'yin o'ynasangiz bo'lmaydi. O'ynamasligingiz kerak. So you must stay in bed for another 2 days. Okay, endi misharu must mana qilsangiz kerak. Nima? Stay in bed. Karvatda yetishingiz kerak. Endi must stay degan to'xtab turmoq. Nima? Demakchi shu karvat yatmoq. Qanday for another 2 days. Another degan an bir shunama other boshqa. Yani bir başka demekçe hem de 2 kun yetip oluşuna yani başka 2 kun yetişiniz gerek. Another 2 days. Another 2 days. Yani başka 2 günce. Ama ma for deganimiz for'ning keyinda nima desam ma'lum bir doira vaqt keladi. Bu shu taxminan yoki bir taqribiy bo'lgan bir vaqtni ifodalab keldi, bir bo'lakni. Masalan, okay, you must wait for an hour. Okay, bir soatcha. For a week.
bir haftacha. Agar bir yilcha bo'lsa, for a year. Okay, for a year. The boy mustn't go to school yet, Mrs. Williams. And the go to school yet degan maktab berish. Maktab bera o'qimasi kerak deydi. Demak maktab bas bo'lmaydi deydi. And he mustn't eat rich food. And u yana nima qilmaslik kerak ekan? Mush mayliq tamoq yesa bo'lmaydi ekan. He mustn't eat rich food. Does he have a temperature, doctor? No, he doesn't. Okay, no, he doesn't. And the misharika savallashda have yana bir ma'nosi nima artanli giribda bo'lmoq. And have a temperature bu qizitib qolmoq. Have a cold zukam bo'lib qolmoq. Have a headache bosh og'riqi shunami? U savolga aylanib olganda hamda ma does do yordamchi belish bağlanib chiqib, ma hasniki asna qaytarilib bo'ldi, does oldi. So does he have a temperature, doctor? No, he doesn't. Yep. So must he stay in bed? And the yaraki he must stay in bed. Asli shakli shunami? Endi savolga aylanib olganda mustni oldiga chiqib saklam nima bo'ldi? Savolga aylandi. Must he stay in bed? Yes, he must remain in bed for another 2 days. O cho'qim karvatda yana 2 kuncha qana qilish kerak, yetish kerak. For another 2 days. He can get up for about 2 hours each day. But each deganimiz har bir. Demakchi har kuni, demakchi har bir kuni 2 soatcha o'rnidan tursa bo'ladi. He can get up for about 2 hours each day. But you must keep the room warm. And to keep something warm degan bir narsa issiq saqlamoq degan gap. And to keep the room warm bo'lsa, siz o'yin cho'qim issiq saqlashingiz kerak. Issiq saqlashingiz kerak. So, where's Mr. Williams this evening? And where is Qayada? William Appendum Qayada. He's in bed, doctor. Omo Narikan Karvatkan. So, can you see him, please? Siz uni ko'rib qo'ya olamsiz? He a bad cold today. And omo gripda olib qoldi. Mush gripda olib qoldi deganni pil qaysi sonlashlar have. And uchinchi shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, buningki qaysi shakl keltirsan has. You know, he has a bad cold too. Umu ig'ir bir zukam bo'lib qoldi. Demak, ma'no zukumga qanday qilibdi? Juqibdi. Juqibdi. Xo'sh, hamsam shu tekstni bir mashq qilib baqaylik, savollar. Masalan, Jim must stay in bed for another 2 days. Okay, for another 2 days. It means, how long must James stay in bed? And the mushning nima shakli? Savol shakli. Mushninga o'xshash har xil shakllar qanday qilmaymiz desanlar, aylantiradigan gap. Aylantiradigan gap. Bu alayt savolga aylantirgan nima desanlar, bu tegi silgan bo'lakni aylantirsak, how for another 2 days. Endi bir vaqtgan va endi bu qanchalik uzunlikda. And how long must James stay in bed? Jim has a bad cold. Okay. Endi bu yerga Jim ig'ir zukam bo'lib qoldimi? Savolga aylantirsak nima? Okay. Bu hasninki yordamchi do bati, do'ni oldiga chiqib olsak va asli qadar nima bo'ldi? Does Jim have a headache? Jim zukam bo'lib qoldimi? Yes, he does. Javob bergan nima? Yes, he does. You know, we must keep the room warm. And bunu savol shaklchi. Okay. So what must you do? Alayt savol shakli. What must you do? Must we keep the room warm? And what must we do? And bu asli qilgan so'zlarni savol so'rab berganlar savollar. Masalan, Ben speaks English and Japanese. Ben speaks English and Japanese. Endi mishariki avval buni oddiy savolga aylantiramiz. Masalan, yes yoki no bilan javob bergan oldigan. Masalan, does Ben speak English and Chinese? And buni alayt savolga aylantirib olsak nima dersanglar? Bu what aylantirib o'tamiz. Demak, beshi what language does Ben speak? Amsa Ben qaysi tilni so'zlaydi? What language does Ben speak? Okay, I'm thinking so Ben can speak English and Chinese. Okay, so what language can Ben speak? What language can Ben speak? Okay, can speak.
Demek hem de o birisi Çin tayrığın sonundan başlangan, yani birisi nima alayda o'ziniki pil. Tamam, endi keyingisi. Andrew has some brothers and sisters. Okay, brothers and sisters. Okay, so does Andrew have any brothers or sisters? Endi mana savol jumlada, bayon jumlada sam bo'lgan bo'lsa, savol jumlada nima aytsangiz? Any. And the yes or no question. Mesela Mike has a cold. Okay, must he see a doctor? I want to go to USA. And the buni yes no question aylantirib qo'yinglar. I want to go to the USA. Demak, must I get a passport? When passport alishim kerakmi? Yes, you must. It's very hot today. Bugun havo issiq. Must I go to school? Endi nima? Men maktabga qanday qilishim kerakmi? Berishim kerakmi? Deydi. Okay, hamsa 61 darsmi? Mishad oxirlashib qopdi, sog'lashlar. Bo'lsa tekstni nayt tafsili yodlab, shu video dars orqali sizlarga tavsiya qilgan yodlash usullari orqali. Demak, 10 gün usuli. Demak, 10 yodlash usullari orqali yodlasanglar, ishonmay ketsangiz, o'rganish unumini bundan 10 soat, 20 soat yuqori ko'tarilishi mumkin. O bizniki salonda hamda abditalida bo'lsa shu orqali sinab baqsanglar. Bo'ladi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Qolgan jup darsni keyingi darsimizda mashq qilsak. That's all for today. Thanks for watching. Goodbye.